Qozog'istonda meni e'lon qilishyapti. Aziz do'stlar, hozir sahnamizga O'zbekistondan kelgan Tamada suzuqchi nima deydi? Hech yotlayolmadi bu ish. Ovoz ohunda taklif etamiz. Shapaloqlar bo'lsin deydi. Jonim chiqib nima yomonlik qilgan ekanman bularga deydi. Yuragim oqarib ketdi. Bu qozoqlarda shapaloq deb qarsaydi aytar ekan, shapaloqdir ekan, qarsaydi. Qara Qirg'izistonga va Qirg'izistonga kelganlarim bormi? Bor ekan. Qirg'izistonda qarsaydi qo'lchalovdir ekan, qo'lchalov. Zo'ra qo'lchalov. Tojikistonga bordik. Tojikistonda Xo'jan rayonida ustozimiz rahmatli Hojiboy aka Tojiboyev yurtlarida konsert qo'ydik. Tojik tili ham chiroyli tir ekan. Afishani yopishtirib qo'yishibdi. Qarang, chiroyli ekan, tojikchada chiroyli chiqar ekan. Namoyishnoma-i Jumhuriy Tojikiston. Hajifnigori mashhuri O'zbekiston ovoz oxun deb yozib qo'ydi. Qarang. 36 ga kirib o'zimning nigorligimni o'sha yerga borib bildim. Ularda qiziqchini Hajif nigordir ekan, qarang. Lekin tojik tili emas ekan. Lekin o'zbekcha so'zga i qo'shib qo'ysangiz tojikcha bo'lib qolar ekan. Masalan, muxlisi, tomoshabini, xalqlari do'stligi. Ne bu söz mesela? Anahani, mana o'tiribdi. Go'sht do'koniga yozib qo'yibdi. Do'koni go'shti deb yozib qo'yibdi. Ularda i dehqonchilik ekan. Hamma narsaga qo'shaverar ekan. Hamma narsaga qo'shaverar ekan. Qarang, chiroyli ekan. Tojik tili haqiqatda chiroyli ekan. O'sha uchun she'riyati ham chiroyli chiqar ekan. Tojikistonda hali Dushanbe degan joyga ham borib keldik yaqinda. Borganmisizlar? Perivaldan o'tganmisizlar? Ha, o'tganmisizlar? Tojikiston perivaldan o'tganlar bormi? Dushanbe perivaldan. Rahmat, sizlarni tirik ko'rib turganimdan xursandman. G'ash qortordi o'zimni ham. Voy perival dahshat. Bizani perivallar uni oldida tekis yo'l ekan-da, yo'l ekan. To'g'ri yo'l ekan. Perival bor mana, bunday chiqib, bunday tushagan. Mana mashinada bunday chiqib, bunday tushagan. Peshanam Bakuga urilib ketdi debdi, oldim mana. Oldi tarpedagi. Endi ikkita mashina yonma-yon kelsa, lezva deya joy qolar ekan, lezva de. Mashinalar bunday o'tib ketar ekan bir-biriga. Mash ketyapman. Mashinada bor mana. Jar, mashinada jar mana. Beton ham qo'ymagan nima ishga bor u. 2 kilometrlik jar turibdi maktabda. Men bunday o'tiribman mashinada. Xuddi mashina jariga tushib ketsa, men o'zim qolib ketadigan. Shofer bor, shofer. Oldida sigaret chekib, kulini jariga qoqib ketyapti. Ana Bahrom Nazarov ham bor edi ashulachi. U uxlab qoldi. Men aytdim, Bahrom, asablaringiz zo'r ekan, uxlab qoldingmi? Desam, aka, men qo'rqsam uxlab qolaman dedi. Yo'q, desam, to'yim kuni ham uxlab qolganman dedi. Dahshat. Bizi perivallarda poyezd yuribdi. Ha, mana vodiyga ham poyezd yuryapti. Mana Termiz, Toshkent poyezd yuradi. Surxondaryoning perivalidan-a, voy. Termiz, Toshkent poyezdiga chiqqanmisizlar? Bu Surxondaryolik mehnatkashlar bir yilda yerdan 3 marta hosil oladi. 3 marta. Kartoshka ham ekib, orqasidan paxta ham ekib, boshqa narsa ham 3 marta, 4 marta hosil oladi. Birinchi kartoshka Surxondaryoda pishadi. Tinmaydi bular. Chorvani ham qiladi, dehqonchilikni ham qiladi. Bu poyezdni bekorga qo'ymagan ekan Toshkent poyezdi, Termiz poyezdini. Mana shu Surxondaryolik mehnatkash insonlar uxlab olsin, poyezdga chiqib deb qo'ygan ekan. Chunki poyezd shunaqa yuradiki, uxlamasangiz vaqt o'tmaydi. Poyezd bor-ku, bir kun chiqib qolibmiz, 18 soat yurdimmi bilmayman, 18 soat. Piyoda ketganimda yaxshi edi. Shu aglanib kelyapti-da poyezddan bor. Ostanovkada 40 minut turadi. Odam yo'q ostanovkada. Bitta perashkachi qoladi, chiqadi, qaytib tushib ketadi bu. Ana shu xolaning hurmatidan 40 minut turadi shu poyezd.
Ostanovka ham borguncha 58 ta ostanovka bor ekanda. Eng qizig'i, ostanovka yo'q joyda ham to'xtab olaveradi. Pravading, nima to'xtadi desam, naryoqdan kelayotgan o'tib ketsin deydi. Shu yo'l bittalik joyi bor ekanda, bir-birini hurmatga o'tkazib yurar ekan, qarang. U Perivolga chiqgan paytda toq. Nima bo'lyapti aka desam, ikkita parovoz bor, bittasi tortyapti, bittasi itaryapti aka dedi. Shunaqa toqqa olib chiqishar ekan. Voy, shunaqangi zo'r poyezd kerak. Ajoyib. Mana poyezd kelayotganda bundan shlagbaum tushadi, poyezd o'tib ketadi. Bu Termizda poyezdi bor-ku, sekin to'xtab mashinalarni o'tkazib yurar ekan, mashinalarni. Qarang, mana Janubiy Koreyaga bordik. Janubiy Koreyani Seul poytaxtiga bordik. Hali juda chiroyli shahar ekan. Hali qo'shiq bor-ku, hop Gangnam Style. Hop Gangnam Style deydi. Shu Gangnam Style degani shahar ekan, o'sha o'rtada, ko'chasini nomi ekan. Poytaxt eng markaz joyi ekan. Shunaqangi ozoda, shunaqangi chiroyli, shunaqangi zamonaviy uylar, baland uylar. Ko'chalarda, asfaltlarda qarang, shampun bilan yuvyapti. Qarang, odamlar boshini yuvmagan shampun bilan asfaltni yuvyapti. Shunaqangi madaniyatli xalq ekan. Odamni ko'rib qolsa salom berar ekan. Annyeonghaseyo. Shunaqangi mulozamat qiladi. Marg'ilonliklar ham ishlasa emasda ular oldida. Marg'ilonliklardan o'tkazib yurar ekan. Shunaqangi o'ta madaniyatli. Lekin o'ta madaniyatli bo'lsa ham hayot zerikarli bo'lib ketar kerak. Avtobusga bir qator bo'lib chiqyapti. Mana avtobus kelyapti, bir qator bo'lib chiqyapti avtobusga boshlab. Bir qator bo'lib chiqyapti shuna. 40 ta odam chiqyapti, 41-chisi to'xtayapti mana shunaqa. Keyingisiga chiqaman deyapti. U zerikarlikda, bu qiziq emasda, men gap qilsam. Shu ham avtobusga chiqishmi? Avtobusga chiqish bizda-yu mana zo'ri bizda-yu. 40 kishilik avtobus 80 ta odam bilan keladi. Uni yana 50 tasi poylab o'tirib tashladi. Eshik ochilyapti, yo tushadiganlarni chiqadiganlar qo'yib yubormaydi. Yo chiqadiganni tushadigan qo'yib yubormaydi. Bu eshikni sursa, bu eshik tushib ketyapti. Bu eshikni sursa, bu eshik tushib ketyapti. Ikkala eshik birdan suradi, shopir chiqib ketdilar yana. Tas pravas bor ekan, haydab ket. Avtobus ham navbatdan kelar ekan, ostanovkaga kelibdi. Avtobus kelar ekan, u avtobus odamini olar ekan, chiqib ketar ekan, keyingi avtobus kelar ekan. Bizda bari men Yunusobodda yo'lda ko'rdim. Ikkita avtobus ichida 80 ta odam bilan poyga o'ynayapti. Ostanovkagacha. Avtobus mana shu odamni olib olish kerak-da. Kelasi poyga o'ynayapti, oldidan bitta gazel kesib o'tdi taqasidan. Senlarga non yo'q dedi. Shunday borib taksilar odamlarni olib ketdi. Uchalasi ham sigaret chekib gaplashib o'tiribdi keyin. Mashinani taqiqlangan joyga qo'ymas ekan, bunaqa ostanovkalarga bir joyga qo'ymas ekan. Evakuator kelargan olib ketib qolar ekan. Bu ham bo'lmabdi. Bizda zo'r, nomerni yechib ketadi, o'zing olib borib berasan mashinani. Nuqul qarasang, gayli atvirga bilan o'tirganman. Qarang, shunaqangi bir nima, ko'chalar ozoda pokizaligiga qoyil qoldim men. Masalan, musurga ham. Mana shishani alohida solar ekan, qog'ozni alohida solar ekan, musur yashikka po'choqni alohida solar ekan, o'sha ortgan ovqatlarni, salapan, hammasini alohida solar ekan masalan. 7 xil, 8 xil rasmi bilan o'sha yashiklarni qo'yib alohida musurlarni solar ekan. Hindistonda hammasini bitta qilib ko'chaga tashlab yuboradi.